Dorilarni olib keldinglarmi? Qanaqa uzundan uzun dori yozib berdingiz menga? Dorixonaga kirsam 300 ming so'm deyapti. Qayerdan olaman shuncha pulni? Nima? Cho'nchagingda 300 ming so'm yo'qmidi? Pul borlikka bor. Lekin o'zimni mo'ljallagan ishlarim bor bu pulga. Masalan, ertaga Madinaning otasining tug'ilgan kuni ekan. Sovg'a deb hiqillab turibdi. Kuyoviman. Hech bo'lmasa tug'ilgan kunida turib berishim kerak-ku. Uyat bo'ladi-yu, dada. Shunaqa degin? Kelin, boya men sizga sho'rva solib qo'ying, choy damlang degandim. Nega qilmadingiz? Ha? Kun bo'yi mana qaynonasi tovib bo'lmadi. Biroq chiqib xabaram olmadingiz. Voy, dadajon uzr, uxlab qopman. Oyim telefon qilgandilar, ular bilan gaplashib, yodimdan ko'tarilibdi. Ikkalang ham ko'zimga ko'rinma. Yo'qol, chiqib ket. Nima deyapsiz, dada? Yo'qollaring. Menga senga o'xshagan o'g'lim, kelinam kerak emas. Borib qaynotangnikida yashalaring. O'shalarning xizmatini qilib, pulingni ham o'shalarga olib borib bergin. Dadasi, unaqa demang, qo'ying. Bu safar sen aralashma onasi. Aslida bularni taltaytirib yuborgan sensan. Opang to'g'ri aytgan ekan. Senlarga kunimiz qolsa, xor bo'lar ekanmiz. Qarorim qat'iy. Mana shu uy joylarda hammasini mana shu o'zimning qo'llarimdan qurganman. Qani erkak bo'lsang, mard bo'lsang, sen ham qur shunaqa uyni. O'shanda gaplashaman sen bilan. Dada, qo'ysangizchi. Hozir bu gaplarni jahl ustida aytyapsiz, ha? Ha? Jahl ustida aytyaptilar hozir. Chiqib ketlaring. Bu uyni qaysi farzandimiz bizga yaxshi qarasa, o'shanga beraman. Senlar ishonchimizni oqlamadilaring. Endi ko'zimga ko'rinmalaring. Yo'qollaring. Yo'qol. Yaxshi. Ketish kerakmi? Ketaman. Hali o'zingizlar yalinib borasizlar. Yur ketdik.